Singapurning asoschisi va birinchi bosh vaziri Lee Kuan Yew enay 10 ta mashhur iqtiboslaridan: agar maqsadlaringizga erishmoqchi bo'lsangiz, intizomsiz buning iloji yo'q. Yoshlarga aytmoqchiman, ufqqa qarang, imkoniyatlar kamolagiga ergashing va undan qo'rqmang. Narsalarni yaxshilash uchun intilishga qodir bo'lmagan rahbar yaxshi rahbar emas. U holda jamiyat taraqqiy etmaydi. Ta'lim olish boshqa narsa, haqiqatdan bilimli bo'lish esa boshqa narsa. Hayotingiz sayohat kabi, rejalaringiz bo'ladi, ammo ba'zan noma'lum yo'llardan o'tishga to'g'ri keladi. Insonga doimo yangi chaqiriq kerak, qiziqish va maqsad bor joyda rivojlanish bor. Men doimo siyosiy jihatdan to'g'ri bo'lishga emas, balki haq bo'lishga harakat qilganman. Muhimi, men qo'limdan kelganicha eng yaxshisini qilishga harakat qilganimdir. Bir muammoni hal qilsangiz, uning o'rnida yangi muammo paydo bo'ladi. Hayotning tabiati shunday. Rahbarning vazifasi odamlarga shunday muhit yaratib berishki, ular mehnat qilsin, o'rgansin, samarali bo'lsin va mehnatiga yarasha mukofot olsin.